Hop, 3-savolni ko'rib o'tamiz. Bizda xlor 35 izotopi, xlorning 37 izotopi berib qo'yibdi. Atomlari uchun nima bir xil? Birinchisi elektronlar soni deyapti. Bunda proton soni 17 ta, proton soni 17 ta. Chunki proton soni tartib teng bo'ladi. Elektron olmagan ham, bermagan holda turibdi. Shu sababli elektroni ham 17 ta bo'laveradi. Hop, neytronlar sonini topamiz. Buning uchun massasidan tartib tashlaymiz. Topsak, neytronlar soni 18 ta. Bu neytronlarni topamiz. Buning uchun 37, ya'ni massasidan 17 ni tashlaymiz. Ayrsam neytronlar soni nechta ekan? 20 ta. Bizga sog'liqli nimalar ko'rsatmaydi, ahamiyat beraylik. Bir xil. Demak, elektronlar soni bir xil. Hop, protonlar soni bir xil. Neytron soni deyapti. Neytron soni bu 18 ta bo'lishdi 20 ta. Demak, har xil ekan. Demak, to'g'ri javob 1 bilan 2. A javobni olib qo'yamiz.